Eng arzon vodiy kanalida arzon narxda qop-qora Gentra xohlaganlarga yaxshi chiroyli holatda turibdi. 21-yil, kuzovi 22 ekan, оформленияda 22 qosalang bo'ladi. Probegi ham zo'r, 66 ming kilometr yurgan ekan xolos. Bitta mana shu Krillo yuzaki kirasi ekan, keyin kapotni burchakda mana shu joyda ozgina petnosi bor ekan. Ishini ham tekis qilgan, ustiga mana choklar joy-joyida, umuman ichiga o'tmagan, balonlar yumshoq. Archa balonlar taqilgan, pultlari bor, lyuklari ishlayapti. Ular mashina chiroyli holatda, salonlarigacha mana yaxshi chexollar taqilgan. Ko'ringlar, monitorlari bor ekan. Xullas, mashinaga hech narsa kerak emas. Shunday haydasalang bo'ldi. Propan gazlarigacha bor. Motor hadovoy korobkalarida umuman shu ekan. Optra amerikanka faralarigacha bor. Propanlar, tabletkalar o'rnatilgan, zapaskalargacha yangi turibdi ekan. Mana shu arzimagan kosmetika joyi bor. Kamchiligini aytib qo'yapman. Laboyda ozgina ko'zga ko'rinar-ko'rinmas treshina ham bas, vali chiziq bor ekan. O'shini aytib qo'yapman. Xo'p, 21 ga 22 kun. Bu mashinani $11,750 ga oxiri berib